Assalomu alaykum, Your English Teacher kanali obunachilari. I'm Ahmad Yunusov, Your English Teacher. Demak, bugungi yana bir demak test tahlillarimizni ko'ramiz. Bugungi test tahlilimiz demak abituriyent gazetasi demak 3 abituriyent 3 variantidan 15-variantni ko'ramiz bugun sizlar bilan. Demak, bu birinchi testimiz. Since qoidasi berilyapti. Since qoidasini ko'p bora aytib o'tib ketdim. Agar since bizda bo'ladigan bo'lsa, shunaqangi tarixiy davrlar, o'tgan zamon larni berib sizni demak o'tgan zamon olishga adashtirishga harakat qiladi. Endi test javoblari ham juda ham bo'sh bo'lib qolgan, lekin shunday bo'lsa-da, demak agar meni o'zimga qo'yganda, agar misol uchun qanaqadir misol uchun sizlar adashtirish uchun became va mana bu yerda had been degan javoblar berishga harakat qilardim. Lekin test men tuzmaganman, ya'ni ham murakkablashtirish uchun demoqchimanda. Agar mana shunday javob bo'lganda juda ko'pchilik bir javob olib ham adashish mumkin bo'lardi. Lekin since qoidasini bilasizlarki, since qoidasi juda ham mashhur qoidadan bittasi va since ni qoidasi bizda gap boshiga chiqqanda since'dan keyin bizda past simple keladi va keyingi qatorda esa bizda present, e'tibor beringlar, present perfect continuous keladi. Present perfect continuous keladi, hurmatlilar. Mana shu qoida bo'yicha chiqadi va present perfect yoki present perfect continuous degan narsamiz bo'yicha mana shu narsani demak qirq tashlab qo'yaman sizlarga va mana shu bilan izoh chiqadi va shu izohdan demak biz birinchi testimizga izoh ketishi mumkin bo'ladi. Va shundan ko'ra demak to'g'ri javobimiz bizda since'dan keyin past simple oladigan bo'lsak va undan keyin present perfect oladigan bo'lsak, a javob to'g'ri javob bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. 41% odam tomonidan bu to'g'ri javob olingan, lekin ko'pchilik 1821-yil mana bu berayotgan signal so'ziga qarab turib, bu kontekst o'tgan zamon kontekst bo'ladi deb bir javob ham olgan. Lekin bir javobimiz bo'lmaydi. Since ish harakatni boshlang'ich nuqtasini ko'rsatgan sababli since bilan past simple keladi. Men odatda o'qishda shunaqa misol beraman. Misol uchun since qachon qara since misol uchun got created Adam. Mana Xudo odamni yaratgandan beri misol uchun people have been killing each other. Odamlar bir-birini o'ldirib kelishmoqda. Qachongacha? Hozirgacha. Since o'shandan qachongacha desak, hozirgacha degan ma'noni chiqaraveradi-da. Shuning uchun mana bu joyda hurmatlilar, men har doim aytamanki, misol uchun Xudo odamni yaratgan qachon million yillar naryoqda bo'ladigan bo'lsa, yoki ming yillar, million yillar naryoqda bo'ladigan bo'lsa, o'shanda biz past simple olib, uning orqasiga present perfect berib ketyapman. Shuning uchun mana shu joyga demak e'tiborroq bo'lishlarini iltimos qilaman. Okay? I'm sorry. Mana bu joyda men ekranni taqdim qilib qo'ymayapman sizlarga. Gapiryapman sizlarga. Demak, ekranni taqdim qilib qo'ymayapman. I'm sorry. My fault. Все. Demak, tushundingmi? Keyingisi. Olmoshlar mouse ketyapti, hurmatlar. Keyingi testimizda, ikkinchi testimizda mana bu yerda of the migrants. Demak, bitta narsani bilinglarki, demak olmoshlarimiz demak o'zidan keyin ofli shaklga o'tadi. Olmosh off degan narsa bor. Tushunasizlarmi? Olmosh off degan narsa borki, olmoshdan keyin off kelayotgan bo'lsa, undan keyin kelayotgan noun, demak the artikli yoki bo'lmasam mana bunday ko'rsatishlardan bittasini misol uchun birini qabul qilishi shart bo'ladi. Misol uchun odatda this kabi ko'plik olmoshlar keladi. Mana shunday demak ko'rsatishlardan birini qabul qiladi. Olmosh ofli shaklga o'tganda, o'zidan keyingi otimiz demak mana shunday ko'plik shaklda bo'ladi va bundan tashqari bundan kelayotgan noun demak bizda nimaga qarab, mana bu yerdagi olmoshga qarab birlik yoki ko'plik yoki sanalmaydigan ot bo'lishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun men otga ko'plik bo'ladi yoki birlik bo'ladi degan narsani ayta olmayman. Demak uni naqadan qarab turib o'zlaring demak olmoshga qarab bilishimiz kerak bo'ladi. Tushunarli? Demak olmoshdan off. Endi mana shu olmoshlarimizni hammasi ham ofli shaklga o'ta olmaydi. Olmoshlarning ofli shaklga o'ta olmaydigan shakllardan bittasi bu demak whole olmoshi. Whole off degan shakl yo'q. Whole off degan shakl yo'q. Every degan olmoshimiz o'zidan keyin off shaklga o'ta olmaydi. Offli shaklga o'ta olmaydi. Every off degan shakl yo'q. Everyone off, everybody off deyishingiz mumkin, lekin every off degan shakl bera olmaysiz. Every off bo'lmaydi.
each of bo'ladi, lekin every of bo'lmaydi. Qiziq tarafini qaranglar. Each of, every of yo'q. Tushunarli? Endi mana bu joyda all of degan shakl bor, each of degan shakl bor. Tushunarli? All of degan shakl bor. Demak, va each of degan shakl bor. Ikkalasi ham bu joyga to'g'ri keladi. Va mana bu joyga demak very few degan so'zimiz juda ham kam bo'lib minus ma'noni beradi. A few deganimiz bir qancha deb turib plus ma'noni beradi. Tushunarli? Bittasida minus, bittasida plus ma'noni beradi. Endi mana bu joyda katta muammo borki nima? Katta muammomizdan bittasi bu zo. Zo degan bog'lovchimiz ga qaramasdan deb plus minusni qabul qiladigan bog'lovchi hisoblanadi. Plus minusni qabul qiladi. Tushunarli? Agar mana bu joyda zo tarafda plusni beradigan bo'lsangiz, demak keyingi tarafda minus berishimiz kerak bo'ladi. Endi mana bu joyda ich bilan ham xuddi shu gap bersak bo'ladi. Faqatna muammo nima bo'lib qoladi degan bo'lsak, each of the migrants coming to Istanbul hope to make their fortune in their city. Demak bu plus ma'lumot. Endi o'z-o'zidan ketyapti. A few will achieve even a relative prosperity deganimizda bu ham plus ma'lumot bo'lib qolyapti. Zo xuddi batga o'xshab turib, bu qarama-qarshilik ko'rsatadi. Agar bizda d javobni qo'yadigan bo'lsak, grammatik to'g'ri, lekin ma'no jihatdan ikkala tarafi ham plus bo'lib qolyapti. Shu sababli zo bo'lganligi sababli bir tomonga plus berganimizdan keyin ikkinchi tomonga minus berishimizga to'g'ri keladi. Shu sababli mana bu joyda bizda d javobimiz chiqib ketadi. Va o'z-o'zidan hammasi degan so'z bilan plus bo'lib ketyapti. Juda ham kami, demak imkoniyatlarga boylikka erishadi degan narsamizda very few deb turib b javob to'g'ri javob bo'ladi. Ikkinchi testimizda to'g'ri javobi b javob bo'ladi. Bitta zoga qarab turib va ofga qarab turib testimizda javoblarni olishimiz va albatta keyingi naqamiz albatta tarjimaga qarab javobni olyapmiz. Okay? 3-testga tushyapman. 3-testimizda demak vishli gap ketyapti ekan, hurmatli. Bilasizlar, vishli gaplarni demak ancha yaxshi o'zlashtirib oldik. Vishli gaplarimizni birinchi qo'ygan talabi nima deyapti? Vishli gaplar 100% noreallikni ko'rsatganligi sababli hech qachon hozir va kelasi zamonlarni qabul qilmaydi. 9% odamimiz, 97 ta odam javob bergan bunga. 9%, 97 dan 9% deganimiz pashta 10 taga yaqin odamimiz mana bu joyda d javobni ham olgan. E'tibor beringlar, vishli gaplarda hech qachon hozirgi va kelasi zamon ishlatilmaydi. Va shunga ko'ra vishli gapni ko'rgan zahotingiz birinchi bu testimizda d javob chiqarib olishdan boshlaymiz. Endi vishli gaplarimizda demak bizda avval ham aytdim, demak bitta wishni qaysi zamonga qaratilayotganini ko'ra olishlarga bo'ladi. Future wish, undan keyin bizga ketadi present wish va undan keyin ketadi bizda past wish deb mana shu 3 ta turga bo'lib olamiz, hurmatlar. Present wish, past wish va alohida would qoidasi degan demak wishli gapimizni mana shu 4 ta turga bo'linadi. Future wish, present wish, past wish. Endi future wishimizda nima keladi? Future wishimizda demak would yoki bo'lmasam ba'zi holatlarda should ham kelib qolishi mumkin bo'ladi. Would, should, do keladi. E'tibor beringlar. Future wishda keladi bizda would do yoki bo'lmasam should do keladi. Tushunarli? Would do yoki should do keladi. Bundan tashqari demak could do ham kelishi mumkin bo'ladi kelasi zamonga. Misol ertaga bora olmayman-da o'rtoq degan gaplar bo'ladigan bo'lsa, demak would do, should do, could do. Bundan tashqari were doing ham keladi. Were doing. Mana kelasi zamonga bu matn orqasiga yozyapmiz. Plan deb qo'yamiz. Rejalashgan ish harakatlari berish uchun ishlatiladi. Present wish nimada keladi deganimiz? Present wishda demak past simple keladi. Past simple keladi yoki bo'lmasam bizda past simpledan tashqari demak past simple keladi yoki bo'lmasa mana bu joyda were demak doing yoki bo'lmasa endi were doing degan so'zimizdagi were doing endi batta hurmatli tepadagidan tashqari bu continuous ma'nosini beradi. E'tibor beringlar. Future wishdagi were doing bu rejalashgan ish harakat ma'nosini beradi. Present wishdagi were doing continuous, ya'ni present continuous ma'nosi. Hatto present degan so'zni qo'shib qo'ysam bo'ladi. Present continuous ma'nosini beradi. Present continuous ma'nosini beradi. Endi bundan tashqari yana biz ishlatiladi. Were dan keyin noun, pronoun bundan tashqari yana adjective ham kelishi mumkin bo'ladi. Xo'sh, past wishda nima keladi degan bo'lsak, past wishda demak had dan keladi. Asosan had dan keladi. Bundan tashqari could have dan ham kelishi mumkin bo'ladi. Mana.
Mana shunga o'xshabdi. Demak, mana bu joydagi berilayotgan wishli gaplarimiz mana warrant olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, demak bu bizda present wishda ketadi. Misol uchun bu yerda so hasty deganimiz adjective. Mana adjective bu yerda qatnashyapti mana. Ko'ryapsizmi? Va qatnashayotgan sababli so hasty degan so'zimizda, demak bu bizda present wishni ta'minlab beradi. Bundan keyingisi mana wouldn't be degan so'zimizda wouldn't be, demak would bu future wish bo'ladi. Bundan tashqari would qoidasi ham bor. Mana shuni gapirib o'tib ketdik. Would qoidasi norozilik. Norozilik ma'nosini beradi. Demak, vaziyatni boshqacha bo'lishligini xohlashlik. Vaziyatni boshqacha bo'lishligini xohlashlik. Bundan tashqari, demak, xarakterni tanqid degan narsani, xarakterni tanqid qilish degan qoidamizga ham tushadi. Would qoidasi. Endi bularga misollarda agar kerak bo'lsa, misol uchun men hozir buni tashlab berib turaveradi. Bundan sizlarga alohida mana shularga misollar bering desa, misollardan berib ketaman, xudo xolasa. Va shundan kelib chiqqan holda when problem started, mana started ko'ryapsizlar, kontekst qaylar. O'tgan zamon, demak, kontekst beryapti. Demak, oilada, nikohda muammolar boshlangan paytda, mana shu vergul bo'lish kerak bo'ladi. Boshlangan paytda Norma Jekni, demak, unga turmushga chiqishini qabul qilganligiga shoshildimmikin deb afsuslanishni boshladi, deyapti. Demak, o'z-o'zidan u nikohda muammo chiqdi degandan keyin, demak, ular turmush qurib bo'lgan. Demak, Jekni uni qo'lini so'ragan payti o'tgan zamon bo'lib qoladi. Shuni tasavvur qilinglar. Va mana bu joyda bizda o'tgan zamon kerak. Tushunasizmi? O'tgan zamon, ya'ni bu bizda past wish bo'lyapti. Demak, bizda past wish bo'lgani uchun yo haddan bo'lish kerak yoki could have dan bo'lish kerak. Mana bu joyda endi could have dan javobda yo'q. Shu sababli mana bu joyda bemalol nimani hadn't been so hasty. Normal wish it she hadn't been so hasty. Bunchalik shoshilmasligi kerakligiga afsuslandi degan gapni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Tushunarli? Demak, bu 3-testimizni izohi edi. Albatta buni qirqib sizlarga foydali deb o'ylayman. Tashlab qo'yaman. Okay? Demak, albatta dars yozib olinyapti. Dars yozib olinyapti, hurmatlar. Bundan xavotirga tushmanglar. Dars yozib olinyapti. Okay? Dars ketdik. Keyingi testimiz, demak, relative pronoun mavzuga ketyapti ekan. Relative pronoun mavzusida e'tibor beringlar, izohlanayotgan otga e'tibor beringlar. Apostrof s qo'shilgan holatda inglizlarda alohida qoida bor. Aytadiki, apostrof s dan keyin place yoki bo'lmasam office bo'ladigan bo'lsa, place, office yoki bo'lmasam, office yoki misol uchun bizda aytadiki, house bo'ladigan bo'lsa, deydi. House bo'ladigan bo'lsa, mana shunda, demak, agar bilmaganlar bilib olinglar. Mana shunda mana bu place'larimiz tushib qoladi degan narsa bor. Endi misol uchun tonight we are going to mom's degan so'zimizda mom's house mana bu yerda yashirin holatda kelyapti deb qaraysizlar. Chunki apostrof s dan keyin yoki office yoki place yoki misol uchun aytadiki, umuman place deganimda misol uchun placelar nima? Magazin bo'lishi mumkin, do'kon bo'lishi mumkin, apteka bo'lishi mumkin. Shunga o'xshagan joylarimiz, umuman birorta placelarimiz apostrof s o'zi turgan bo'lsa, ana shu joyda bilingki, mana bu joyda, demak, sizlar bemalol nima qilib, bu joyda, demak, hurmatlilar, place deb qarashlaring mumkin bo'ladi. Va place bo'lganligi sababli mana bu joyga, demak, bizda where javobi to'g'ri keladi. Okay? Where bo'lyapti. Tushunarli? Mana bu joyda, demak, mana shu narsaga e'tiborli bo'lasizlar. Mana place ma'nosiga kelayotgan sababli. Mana bu narsani, demak, apostrof s dan keyin place, office yoki house so'zlari tushib qolishi mumkin bo'ladi. 40 tashlab qo'yapman. Har bir testimiz uzoq ketayotgani sababli, demak, bu qo'yilayotgan klasslardan bu ma'qul degan ma'noni tushunsam ham bo'ladi. Keyingisi bog'lovchilar aytib o'tib ketdik. Bog'lovchilar birinchi o'rinda, demak, o'zidan keyin ega kesim qabul qiluvchi bog'lovchilarni ajratib olinglar. Mana shu bog'lovchilarni o'zidan keyin ega kesim qabul qiladigan bog'lovchilar, o'zidan keyin, demak, ot yoki ing qabul qiladigan bog'lovchilar deganimizda owing to o'zidan keyin, demak, subject verb qabul qila olmaydi. Shu sababli s javoblar qatoridan chiqib ketadi, hurmatlar. Demak, undan keyingisi bog'lovchilarimizni gap boshiga chiqalmaydigan, ya'ni misol uchun transition bo'lib keladigan bog'lovchilarimiz bor. Demak, mana bu yerda kelayotgan however, hurmatlar, bizda bu transitionlarimizni, demak, gap boshiga chiqa olmaydi transitionlarimiz va ular ikkinchi gapda ikki tomonlama
tinish belgilar qo'yilgan holatda ishlatiladi. Misol uchun transitionlar kelishini men sizlarga ko'rsatib beraman. Qanday keladi? Transitionlarimiz kelishi gapda mana bunday keladi. Qaranglar. Transitionlarimiz mana nuqta qo'yilgan holatda transition, mana transition virgul undan keyin mana bunday keladi mana. Transitionlarimizdan keyin nuqtali virgul qo'yilib turib, transition mana bu yerga transition qo'yiladi. Transition bog'lovchilar yana virgul qo'yiladi. Mana bunday keladi. Yoki bo'lmasa mana bu yerda ikkala tomonda tinish belgisi bo'lishi shart. Bu transitionlarimizda transitionlarimiz mana bunday holatda, demak yana virgul qo'yiladi. Mana bunday keladi. Bu mana shu uchala kelayotgan holat, buni birinchi holati deydigan bo'lsak, ikkinchi kelish holati, hurmatlar, transitionlarimiz mana bu yerda ikkinchi gap tarkibida. Mana bu yerda albatta virgul bo'ladi. Mana bunday holatda transition mana bunday keladi mana. Juda xunuk yozyapman, mishkada yozyapman. Shu sababli uchinchi kelish holati transitionlarimiz mana bunday holatda. Mana bunday keladi. Tushunasizlar? Demak, transitionlar birinchi gap boshqa chiqmaydi. However, transition bo'lganligi sababli mana bu yerda birinchi gap boshqa chiqmaydi. Transition bo'lgani sababli. Tushunarli? Endi bu joyda so'zet maqsadida degan ma'noni anglatadi. So'zetni to'g'risini gap boshida kelganligini hech ko'rmaganman. Shu sababli birdan degan misol uchun balkim so'zet gap boshida ham kelishi mumkindir. Shu sababli kelib men so'zetni hozir gap boshida kelmaydi deb turib chiqavermaydi. Ma'nosiga qarab chiqaverishga harakat qilaylik. So'zet maqsadda degani even zo'ga qaramasdan degani. Agar misol uchun mana bu yerda qaraydigan bo'lsak, ko'p yillab mobaynida bir xil kompaniyada ishlaganiga qaramasdan, demak, Greg o'zini ishini hali ham qiziqarli deb biladi deyapti. O'zidan maqsadda degan ma'no chiqib bermayapti. Even zo'da olishimiz mumkin bo'ladi. Mana bu narsalar ham chiqqanda yaxshi bo'lardi deydigan fikrlar bo'layotganligi mumkin deb o'ylayman. Shu sababli buni sizlarga mana bunday holatda qirqib tashlab beraman, hurmatlilar. Okay? Mana bu holatda qirqib tashlab beraman. Menimcha mana shu ma'qulroq bo'ladi sizlar uchun. Keyingi testimiz tahlillar. Next, ketdik. 6. Oltinchi testimizda juda ham oson bo'lgan joyi nimada deydigan bo'lsak, hurmatlilar, sizlarga birinchi qiladigan tavsiyam birinchi nuqtaga qo'yishdan avval ikkinchi nuqtaga ham qarab qo'yishni tavsiya qilaman. Tushunasizlarmi? Nimaga? Chunki birinchi nuqtada nitdan keyin nima kelardi ekan deb o'ylab o'tirgan bo'lsangiz, mana shu joyda ikkinchi nuqtamizda oson bo'lgan narsa bor. Chunki 3 ta darsdan beri takrorlayapman. Get something done degan qoidani. Get something done. Tushunasizmi? Endi mana bu joyda Grammar 4 kitobini men tayyorlab qo'yganman. Grammar 4 kitobimizni, Grammar 4 kitobi mana bu yerda. Grammar 4 kitobini 35-betda, xudo sharmanda qilmasa, albatta 35-betda, mana 35-betda jonsiz ega bilan keluvchi need o'zidanki ing oladi degan ajoyib qoida bor. Shu qoidani ham sizlarga tashlab qo'yaman. Men tashlagan qoidalar albatta o'qib turinglar, hurmatlilar, yodlab olinglar, konspekt qo'yib turinglar bolalar. Jonsiz ega need ing degan qoida bor. Agar mabodo ing mana shu yerda jonsiz ega need ing bo'lmaydigan bo'lsa, muqobil variant to be dan holatda ham ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Lekin ungacha bo'lgan holatda mana bu yerda jonsiz ega bilan jonsiz ega the carpet needsdan keyin to be hoovered. Endi bundan tashqari needni sherigi bo'lgan require want ham bilishimiz kerak bo'ladi. Masalan, the room wants cleaning. G'alati chiqadi agar birinchi marta ko'radi, chunki xona xohlaydi bo'ladimi? Shunaqa bo'lar ekanda. Mana buni o'zbekcha tarjima qilsa, xona tozalanadigan bo'lib qopti ekan deb tarjima qilaverasiz. The room wants cleaning. Mana shu narsani yozib qo'ying mana bu joyga. Demak, berish mumkin bo'ladi. Agar berishimiz kerak bo'lgan holatda mana bu ketishi mumkin bo'ladi. Masalan, the room wants cleaning yoki to be cleaned. To be cleaned to'g'riroqqa chiqqan o'sha edi, lekin sizlar mana shu yerda cleaningdan ko'proq foydalanasiz. The room wants to be cleaned yoki the room wants cleaning. Endi tarjimasi xona tozalanadigan bo'lib qopti ekan tarjima qilinadi o'zbek tiliga. Chunki so'zma-so'z tarjima qilsangiz xona tozalanishni xohlayapti bo'lsa, bizda o'zbek tilida gapirmaymiz. Shu sababli mana bu joyda to'g'ri javobimiz bizda nima bo'lyapti? Hurmatlilar, Jones ega need want ing yoki bo'lmasam have get something done qoidasiga ko'ra bizda d javobni olib ketishimiz mumkin bo'ladi. Demak, buni berib qo'yapman sizlarga. Okay?
har bitta testni mana shunday izoh bilan tashlab qo'yayotgani ma'qul bo'layotgan bo'lishi kerak menimcha. Agar ma'qul bo'layotganlar albatta ko'rsatinglar. Others, the others qoidalari уже anchadan beri kelib qolyapti sizlarga va mana shu others, in other qoidalarimizni ba'zi qoidalar takrorlanyapti va mana shu takrorlanuvchi qoidalardan bittasi demak nima edi bizda? Agar ikkita gap berilgan bo'lsa-yu, gapni birinchi qismi some, most, some, many, most bilan boshlangan bo'lsa, uni ikkinchi qismi demak other, noun plural yoki bo'lmasam others bilan ulanadi degan ajoyib qoida bor, hurmatlar. Mana bu joyda berilayotgan demak other, most people ga qaranglarda, ikkinchi tarafi demak agar mana yerda noun bo'lganda javobimiz bizda others, other degan javob o'zi yo'q ekan. Mana bu joyda demak o'z-o'zidan to'g'ridan-to'g'ri bizda S javob bo'lib ketishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu gap most bilan boshlangan bo'lsa, ikkinchi qismi demak nima bilan? Demak other, noun plural yoki others bilan bo'ladi. Aynan 7-testimiz bunga yaqqol misol bo'lishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hurmatlilar, okay? Next, 6. When a friend tried to get Mark. Yana haligi tepadagi qoidamiz takrorlanyapti, hurmatlar. Bu joyda ketayotgan 8-testga alohida adashmasam kimdir nimaga bunday bo'lyapti degan narsani ko'rsatyapti. Yana qaytaraman. Have somebody do qoidasi. Bu qoidamizda get somebody to do bo'ladi. Standart bular va bular uchinchi sherigi make somebody do bo'ladi. Endi bularni misol uchun men bu yerga yozib qo'yapman. Active voice shakli bu. Ana nisbat shakli. Tushunarli? Have somebody do. Endi passive voice shakli ham bor buni. Passive voice shaklimiz qanday bo'ladi? Passive voice shaklimizda demak bizda ketadi. Have somethingdan get somethingdan o'zi aslida have getni bitta qilib berardim. Men alohida ajratib beryapman. Uchasini alohida ko'ringlar demoqchiman. Make desa be made to'ldiruvchi yo'q. E'tibor beringlar. To do degan shaklda keladi. Be made to do. Okay? Va mana bularga agar alohida demak izoh kerak, misol kerak domlar desalar, alohida bulardan berishga harakat qilaman. Shu sabab mana get somebody do qoidasi ketyapti. I'm sorry. Get somebody to do qoidasiga ko'ra bizda 8-testimizda javob bo'lyapti. Okay? Formulalarni ham tashlab qo'yapman. Konspektlashtirib turinglar, hurmatlilar. Men darslarimni har bitta darsdan konspektlashtirib tursam, shunday holatda anchagina narsa ham o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Misol uchun menda Mo'minov Obidxon degan hozirgi kunda prezident maktabida, Farg'ona prezident maktabining direktori bo'lgan qadrdonim, do'stim, o'rtog'im bor. U bilan biz Koreyada ham birga bo'lganmiz. Ana shu do'stimni ajoyib bir uslubi bor edi. Abituriyentlar o'qitayotgan paytda, mana shu abituriyentlar o'qitayotgan paytda birozgina mavzular bergandan keyin srazi bolalar testga solardi-da va ana shu har bitta testda chiqayotgan qoidani bittalab shuni yozib ketishardi. Bu birdaniga shunaqangi anchagina ma'lumotlarni nima desam ekan, masalan, mana bu testda stop qoidasini o'rgatdimi? Bo'ldi. Keyingi safar stop qoidasi kelsa, hali mavzuni alohida o'tmasda testdan chiqayotgan qoidalarni alohida mavzu qilib ketaverardi. Shunaqangi bu rosa katta haligi aql zakovat sohibi bo'lish kerak bunaqa dars o'tish uchun. Xuddi shunga o'xshagan narsaki, men sizlarga tavsiya qilyapman. Biz mana stop qoidasi oldingi safar keldi va yana kelyapti. Qirqib ham tashlab qo'ydim stop qoidasini. Shu stop qoidasini bilishlaring kerak bo'ladi. Demak, stop uchun to'xtamoq ma'nosida kelsa to do bo'ladi. Dan to'xtamoq ma'nosi bo'lsa ing bo'ladi. Endi shuncha aytayotgan narsani biz nima deyapti? Demak, u chekishni to'xtatish kerak degan so'z chekish uchun to'xtatish kerak emas-da. Chekishni to'xtatish kerak degan ma'noda kelyapti. Shu sababli chekishni to'xtatmoq ma'nosini bizda S javobda mana bu yerdagi S javobimiz beradi. Bu narsani ham yana qaytadan Grammaviy to'r kitobini demak bizda aynan shu betida ekanman. Mana bu joyda stop qoidasini alohida ham tashlab ham qo'yiraman sizlarga. Qayta tashlanishi demak sizlar bezdirmasa yo'q bo'ldi. Mana bu yerda mana stop qoidasini tashlab qo'yapman va stop qoidasini berish bilan birgalikda demak mana bu aynan mana bu 9-testimizga javob sheetdan olishlaring mumkin bo'ladi, hurmatlilar. Okay? Demak, davom etyapmiz.
10. testimiz. We our tickets so far in advance as dozens of seats empty throughout the trip. Modal fe'llar mavzusi ketyapti, hurmatlilar. Modal fe'llar mavzusidagi ajoyib qoida. Demak, modal fe'llar mavzusidagi ajoyib qoida. Bu qoidamiz bizda nima bo'lyapti? Agar modal fe'llarga have'dan degan shakl qo'shilayotgan bo'lsa, bilingki bu o'tgan zamon, ya'ni bajarilgan ish harakatga nisbatan fikr bildirish qoidasi ketadi. Tushundingmi? Agar modal fe'llarga have'dan qo'shilgan bo'lsa, bilingki, demak bu o'tgan zamonda bajarilgan ish harakatlar qoidasi ketadi. Birinchi o'rinda bilishingiz kerak bo'lgan narsa nima? Qaysi modal fe'llarga demak have'dan qo'shiladi? Modal fe'llarga have'dan qo'shilishi 3 ga bo'linadi. Birinchisi modal fe'llarga keladi. Bu mavzu nomini odatda men aytaman. Modal fe'l, modal verb plus demak have'dan degan qoida hisoblanadi bu. Modal fe'l plus have'dan degan qoidamiz. Modal fe'l have'dan degan qoidamizda ketayotgan narsa nima? Modal fe'l have'dan degan qoidamizda birinchisi demak bizda o'tgan zamon taxminlar. O'tgan zamon taxminlar. Tushunarli? O'tgan zamon taxminlar ko'rsatadi. O'tgan zamon taxminlarimizni qaysilar? Must have'dan bajarilgan ish harakatga nisbatan aniq taxmin degan qoidamiz bor. Uni inkori bo'lgan demak nima? Can't have'dan. Va bularni demak kuchsiz taxmin bo'lgan may have'dan va undan ham kuchsiz taxmin bo'lgan might have'dan va undan ham kuchsiz taxmin bo'lgan could have'dan degan shakllarga bo'linadi. Could have'dan. Demak, can't have'danni yana mana bu joyga qo'shib ketishim kerak bo'ladiki, demak couldn't have'dan demak e'tibor beringlar. Mana shu joyda bitta ilm bor. Mana shu yerdan qaranglar. Could have'dan kuchsiz taxmin, couldn't have'dan aniq taxmin. Kuchli taxmin, tushunasizmi? Mana could have'danga couldn't qo'yib qo'ysak, bir xil ma'no chiqarib bermaydi. Demak, modal fe'llarga have'dan qo'shilganimizda birinchisi nima ekan? O'tgan zamon taxminlarini ko'rsatadi. Keyingisi ikkinchisi demak bizda tanbeh, afsuslanish. Tanbeh yoki bo'lmasam afsuslanish. Men hozir jinda eringandim, misol uchun mana bajarilgan ish harakatga nisbatan tanbeh yoki afsuslanishni ko'rsatadi. Demak tanbeh yoki afsuslanishni ko'rsatadi. Tanbeh yoki afsuslanishni ko'rsatadi. Bajarilgan ish harakatga nisbatan tanbeh yoki afsuslanishni ko'rsatadi. Xo'sh, bunda nima desak? Bunda ketayotgan narsamiz demak bizda couldn't mana bunday qilib chunki couldn't have'dan degan narsa ham borda. Couldn't have'dan degan narsamiz bor. Could have'dan va couldn't have'dan. Keyingisi might yoki shoshilib qolyapmanmi? Yoki inkordan ketadi bu. Uchinchisi misol uchun should. O'zi aslida shoodni birinchi o'ringa olishim kerak edi. Chunki shoodni mana shu should bilan ko'riladi. Buni shoodda naqasida yozaylik. Should have'dan yoki shouldn't have'dan. Hammasida mana bu narsa bor. Bo'g'ilib ketmayapsizmi ishqilib, hurmatlilar? Ma'lumot berishga harakat qilyapman-da. Ought to da ham xuddi shunday. Ought to da ham albatta to'si mana bu yerga qo'yamizda. Albatta to mana bu yerda inkor ham bo'lishi mumkin bo'ladi va bundan tashqari yana bittanisi ketadigan narsa demak bizda was yoki bo'lmasam was were to have'dan degan shakl bor, faqat buni inkorni bermayman. Misol uchun wasn't have'dan weren't have'dan degan shakllarga ketishi mumkin. Shunday holat ketadi. Uchinchisini ko'rdik buni ham. Misol uchun bizda bittadan misol ham berib ketmaysizlar degan bo'lsak, aytishim mumkin bo'ladiki, you should have helped your friend yesterday. Kecha o'rtog'ingga yordam berishing kerak edi. Misol uchun aytishim mumkin, he needed your help. Sening yordaming
muhtoj edi deganda, misol uchun tanbeh beryapmizda. Shunga o'xshagan narsa you could have helped your friend, you ought to have helped your friend deb mana shu yerda should have helped o'rniga boshqalarni qo'ysalar ham bo'laveradi. Endi va bizga kerakli bo'lgan hozirgi mavzumizga kerak bo'lgan uchinchisi hurmatli bu needn't 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 have done. Needn't have done. Needn't have done'da demak nima degani? Demak, needn't have done'ga alohida izoh beraman. Bitta needn't have done bor xolos bu joyda. Needn't have done'dagi foydasiz ish harakatni bajarganlikdan afsuslanish ma'nosini beradi. Afsuslanish. Bajarganlikdan afsuslanish. Ha? Mana shundan kelib chiqqan holatda needn't have done foydasiz ish harakatni bajarganlikda afsuslanish. Va mana bu joyda ketayotgan narsamizda tarjimasi qanday deydigan joyimizda hurmatlar, tarjimasi mana bunday ketadi. Men o'zbekchada mana bunday tarjima beraman odatda. Qilmasam ham bo'lar ekan. Agar qo'shiqlarimiz inglizchaga tarjima qilinadigan darsimiz bo'lganda edi, misol uchun mana misol uchun bitta aytishimki, seni misol uchun sevmasam ham bo'lar ekan degan qiziqarli qilib eslab qo'yinglar mana shuni. Seni sevmasam ham bo'lar ekan. Ya'ni misol uchun bizda bo'larki I needn't have loved you degan mana misol berishimiz mumkin bo'ladi. Endi buni raqobatchisi hurmatlilar, raqobatchisi bor bu testlarimizda, raqobatchisi bor. Va mana bu raqobatchisi demak qanday keladi? Raqobatchisi demak qaysi? Raqobatchisi didn't need to degan shaklimiz bilan buni 100% sherigi didn't have to degan shakl bo'ladi. Didn't need to bilan didn't have to degan shakllarimiz bular demak testda raqobatga kirishadi bular. Ikkalasi raqobatga kirishgan paytda ish harakatni bajarish shart bo'lmaganligi uchun bajarmaganligini ko'rsatadi. Bu mohiyatda bu, tarjimasi emas. Tushunali? Ish harakati bajarish shart bo'lmaganligini ko'rsatadi. Misol uchun eng zo'r misol berilganda, misol uchun it was mana deylik. It was Sunday yesterday. Kecha nima edi? Yakshanba edi. Eslab qo'ying. Juda ham oson. It was Sunday yesterday. I didn't have to go to work. Ishga borishim shart emas. So I slept. Shu sabab uxladim. I slept until 10 o'clock. Shuning uchun 10 gacha uxladim degan mana bu gapni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Hurmatlar, modal fe'llarda ham anchagina ma'lumotlar o'rganib oldik. Modal fe'l have'dan degan shaklimiz mana shu shakllarga bo'linadi. Endi shu joyda men sizlarga mana bulardan men qanday imkoniyatim bo'lganda har bittasiga misol yozib berganimda yana ham zo'r chiqqan bo'lardi. Lekin shunday bo'lganligi sababli qayla mana bu yerda ketayotgan narsa biz shu paytgacha deyapti nimani o'rindiqlarni, ya'ni biletlarni oldindan olib qo'ygandik. Ya'ni odam ko'payib ketib qolmasin, odam to'lib ketib qolmasin, bilet qolmay qolmasin deb vahima qilishgan, oldindan olib qo'yishgan. Kelishsa aytayaptiki, o'nlab joylar bo'sh turgan ekan deyapti. Sayohatimiz mobaynida ko'rdikki deyapti, o'nlab joylar bo'sh turibdi. Shuning uchun vahima qilib oldindan olmasak ham bo'lardi ekan. Xuddi seni sevmasam ham bo'lardi ekan dediku. Shunga o'xshagan narsa, demak shunga o'xshagan holatki, demak misol uchun oldindan biletlar olib qo'ymasak ham bo'lardi ekan. Vahima qilganingni qarasa endi deganga o'xshagan narsa bo'lyapti. I needn't have booked. Tushunali? I needn't have booked. We needn't have booked our tickets so far in advance. Oldindan olib qo'yishimiz shart emas ekan-ku degan narsani aytib, to'g'ri javob S javob bo'lyapti. To'g'ri javobimizni mana katta harfda qilib qo'ysam, ana tashlab qo'yayotgan paytimda demak alohida ajrab turadi. Chunki ana bu naqa bilan belgilasam ko'rinmay qolyapti. Bularning hammasini tashlab qo'yapman. Mana shu tashlab qo'ygan narsalarimni ham yaxshilab konspektlashtirib qo'yasizlar degan umiddaman. Okay? Demak,
Next. Ketdik keyingisi. 11. Qanday gap? Ifli gap. Bilasizlar, ifli gaplar juda ham oson. Demak, birinchi qiladigan ishimiz nima? Yo'q bo'lgan ifli gaplar turdan voz kechish. Ifdan keyin bir tomoni voz bo'lgan holatda ikkinchi tomoni hech qachon bo'lmaydi. Undan keyingisi if tarafda would kelmaydi, hurmatlar. If tarafda would kelmaydi. If tarafda hech qachon would kelmaydi. Misol uchun mana shu testimizda alohida qarab olaylik. Mana shu testimizda juda ham ko'p chilik tomonidan 11-testimizni qaraydigan bo'lsam, 11-testimizda 11-testimiz, mana keldi 11-testga. 11-testimizda demak to'g'ri javobimiz bizda demak B bo'lgan va mana shu joyda juda ham ko'pchilik 19% javob A javob, 19% odam C javob, 21% odam D javob olgan. Qaranglar. O'quvchilarimning ichida ham xuddi shunday ifni if volosini berayotgan paytimda ifni gap boshida qilib yodlashib olganda, masalan, if past perfect would have done degan qilib yodlashib olganda, ifni faqat gap boshida keladi degan narsani o'ylashlar eng katta xatolikdan bittasi. If faqat gap boshida kelmaydi. If gap boshida kelishi yoki gapni o'rtasida kelishi mumkin bo'ladi. Shu sababli agar ifni gap boshida, gap o'rtasida kelayotgan e'tibor qaratib qo'yinglar. Xato qilganlar mana shu 11-testda nimaga D javob bo'lmayapti deydigan bo'lsak, siz D javob oladigan bo'lsangiz, teskarmachasiga if yasab qo'yapsiz u. Bu yerda agar o'z-o'zidan would have lost bilan had been bo'lganda ham boshqa masala edi. O'shanda ham noto'g'ri javob bo'lardi. If taraf if gapni o'rtasida kelgan holatda, if gapni o'rtasida kelyapti va mana bu joyda if tarafga mana bu joyga past perfectni, mana bu joyga would have done'ni berishingiz kerak emasmidi? Endi bu mixed A qoidasi bo'lyapti. Amerikadagi demak mustaqillik urushi bu 1771-yilga to'g'ri keladimi? 1771-yilga to'g'ri keladigan bo'lsa, bu o'tgan zamon. Today deganimiz hozirdan bo'lyapti. Bu mixed A qoidasi chiqadi. Agar if tarafda o'tgan zamon signalsiz bo'lsa, bosh gap tarafda hozir va kelasi zamon signalsiz bo'ladigan bo'lsa, mixed A bo'ladi. Qanday yasaladi? If taraf birinchi qilib aytaman. If past perfect yesterday, subject would could should might do now today tomorrow. Almashtirsam, subject would could should might do now today tomorrow if past perfect bo'ladi. Va shuning sababli bizda B javob bilan mixed A qoidasi chiqib beryapti. Okay? 12. Demak, nima qilamiz? Olmoshlar mouse ekan, demak ends degan so'z turibdi. Ends degan so'z turgandan keyin shu so'z turgan zahoti D javob chiqaryapman. Chunki ich o'zidan keyin ko'plik ot qabul qilmaydi. Ichdan keyin birlik ot keladi. Endi bizda bozdan all va anydan keyin ko'p kelishi mumkin bo'ladi va undan tashqari yana bitta alohida aytadigan zo'r qoida o'rgataman hurmatli sizlarga. Any bo'lishli gaplarda любой degan ma'noda keladi va birlik ot qabul qiladi. Any bo'lishli gaplarda любой ya'ni har qanday ma'nosi keladi. Demak va birlik ot bilan keladi. Shu sababli mana bu yerda javoblarimiz qatoridan bemalol C javobdan chiqarib olsam bo'ladi. Tushunarli? Bo'z qolyapti, o'l qolyapti. Endi nima muammo deydigan bo'lsak, muammo bu platformada. Platformani chiqish ikkita eshigi bo'ladi. Demak, misol uchun Toshkentda metroga tushganlar bo'lsa, bilasizlar, metroga tushgandan keyin platformadan metrodan tushgan zahotingiz, demak, yo o'ngga yoki chapga yurib ketasiz. Platformadan yo o'ngga yurib chiqib ketasiz yoki chapga yurib chiqib ketasiz. Nechta tomoni bor? Ikkita tomoni bor. Platformaning to'rtta tomoni bo'lmaydi-yu. Shuni ham bilinglar. Ya'ni ikkilikni ko'rsatuvchi olmoshlar bor. Ikkilikni ko'rsatuvchi olmoshlarimiz bu bizda bo'z. Shu sababli mana bu yerga bo'z tushyapti. Ikkala tomonda ham deyapti. There exists at both ends of the platform. Demak, bitta qaysi tomondan chiqaman? Ikkala tarafdan chiqarasan. Ikkala both ends deyapti. Endi bundan tashqari aytiladigan narsa ikkita narsadan xohlaganing degan ma'noni beradi. Bizda ayzi. Ayzi ikkitadan xohlagan degan ma'noni beradi. Shu sababli bizda demak A javob to'g'ri javob sifatida olinadi, hurmatlar. 12 ga A javob bo'ladi. Okay? Keyingisi. Aynan mana shu joyda ham demak izoh so'rashgan ekan. Demak, Ro'xatoy degan qizimiz mana shuni tushunmadim men degan narsani aytayapti. Menimcha buni tushunib oldik shekilli. To'g'ri? Demak, both ends mana. Endi all ends deydigan bo'lsak, yana bitta muammo borki, qarang. Zakovatda shunaqa ajoyib savolga tushganki, misol uchun haligi odamlar bor, yomonlikka yo'rg'ilgan mana bu yo'l bitta yo'lda yurishadi. Odamlar bor, demak yaxshilikka to'la bo'lgan bir yo'lda yurishadi.
Yana bir odamlar bor. Bu odamlar ikkalasidan ham yomonrog'i, ikkala yo'lda ham yurishadi. Yomon yo'lda ham yurishadi, yaxshi yo'lda ham yurishadi degan gapni aytgan ekan. Alisher Navoiyda qaysidir g'azalda bittasi kelgan ekan. Zakovat savolda tushgandi. Xuddi shunga o'xshagan narsaki qaylar. Endi bitta muammo nimada deydigan bo'lsak, muammo shundaki, mana bu yerda ikkita tomonda ketayotgan yo'l bo'ladigan bo'lsa, ikki tomonlama ketayotgan yo'l bo'lsa, siz ikkala tomonda ketayotgan yo'ldan faqatgina bittasida yura olasiz xolos. Tushunasizmi? Xohlaganingda yur deyapsiz. Endi agar mana bu yerda agar samda olaman deydigan bo'lsak, misol uchun yo'l chiqish yo'llari rosa ham ko'pgina, uni bir qanchasidan foydalanishingiz mumkin. Qanday qilib bitta odam bir qanchasidan foydalanishi mumkin bo'ladi? Ikkita yo'l bor xolos, mana bu yerda yo'llar yo'q. Mana platformada ikkita yo'l bor. Yo undan yur, yo bundan yur degan ayza degani. Ajob bo'ladi. Okay? Keyingisi. Keyingisida demak 12da keyinga qanaqa ketyapti ekan bizda? 12da juda ham ko'pchilik o'quvchilarimiz tomonidan 27% B javob olishgan, 24% C javob olgan, 26% D javob olishgan. Hurmatli, menimcha tushuniladi deb o'ylayman. Ich ends bo'lgandagi ichni haqiqatan ikkita degan ma'noni bildirardi deydigan bo'lsa to'g'ri o'ylayapsizlar. Lekin ichdan keyin birlik ot kelish bilan ikkita degan ma'noni bildiradi-da. Tushunarli? Demak, davom etyapmiz. 12 testimiz. 12 test 13 testimiz, I'm sorry. 13 testimiz. 13 testimizda yana bizda zo kelyapti. Zo demak bilinglar, ga qaramasdan degan ma'noni beradi. Oldingi testimiz ham keldi bizda. Yo, ikkinchi marta qaytarilyaptimi bu? Ikkinchi marta qaytarilyaptimi? Ikki marta ko'rganga o'xshayapman bu testimizni. Bitta qarab qo'y. Nahotki ikki marta berib yuborgan bo'lsam? Demak zo bir-biriga o'xshab ketar ekan rosa ham. Rosa ham o'xshab ketar ekan qaylar. Zo bilan berilgan. O'zim hozir g'alati bo'lib qoldim. Ikki marta berib yubordimmikin deb o'ylabdi. Zodan xuddi shunga o'xshagan narsa ketyapti. Hurmatli qaylar, agar zo gap boshida kelayotgan bo'lsa, bilinglar, agar bir tomoni plus bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomoni minus bo'lishi kerak bo'ladi. Zoda plus bo'la olmaydi. Birinchi o'rinda nima ko'ryapman? Offni qarayapman. O'zidan keyin off qabul qila olmaydigan olmoshdan voz kechyapman. Every off. Studentsdagi esga qarayapman, hurmatlilar, va bu joydagi sanalmaydigan otni ishlatuvchi mashdan voz kechyapman mana. Va mana shu 13-testimizga qaranglar, 68% odamimiz to'g'ri javob olgan, zo'r javob olgan, yaxshi. Va bu joyda demakki bizda agar mana bu D javob qo'yadigan bo'lsak, each of the students bo'lsa hammasi o'tdi. Any of them desa bu ham plus bo'lib qolyapti. Demak, mana bu each ham plus bo'lib qolyapti. Any ham plus bo'lib qolyapti. Hurmatli, tushunasizlar? Shuning uchun D javobdan voz kechaman. Nima qilaman deydigan bo'lsak, mana bu joyda mana all bizda plus ma'noni ko'rsatyapti. Hamma o'quvchilar o'tdi. Juda ham kamchiligi, demak, mana few degan rosa ham kamchiligi zo'r baho bilan o'tdi degan narsa ketyapti. Xuddi haligi bizni universitet paytimizda sessiyaga o'xshaydigan. Masalan, hamma o'tadi, lekin 5 baho bilan yopgan odam 3 ta yoki 4 ta bo'lishi mumkin xolos. Juda ham kamchiligi, hammasini 5 bilan yopib chiqish qiyin bo'ladigan holatlar. Shuning uchun mana bu joydagi demak minus bo'lishi kerak bo'lgan holat bo'lyapti. Shu sababli to'g'ri javob C javob bo'lyapti. Bunga juda ham ko'pchilik to'g'ri javob bergan. 14. Yaxshi, bu ham ichlarida juda ham ko'pchiliklar o'qituvchilar bo'lganligi uchun va inglizni ancha fikrlab his qila oladigan odamlar bo'lgani uchun to'g'ri javoblar olgansizlar. Bundan xursandman. Izohlam yana ham oson ketyapti. Demak, yig'ilish juda ham cho'zilib ketdi deyapti. Yig'ilish cho'zilib ketdi. Nimaga? Hammani gapi yig'ilib qolgan ekan-da, hey deyapti. Tushunasizmi? Misol uchun bizda agar B olsak, hech kim gapirmadi bu. Agar yig'ilish cho'zilmadi bo'lganda B javob bo'lardi. Bu joyda everybody, mana bu yerda no one bilan misol uchun bitta nothinglar bir xil bo'lib qolyapti. Ular chiqib ketib qolyapti. Misol uchun hech kim hech narsa gapirmadi degan narsa to'g'ri kelmay qolyapti. Shuncha hammani gap yig'ilib qolgan ekan. Shuning uchun cho'zilib ketib qoldi. Misol uchun aynan ayollarimiz, qizlarimiz ham bitta o'tirishga boradigan bo'lsa, uyga kelgandan keyin so'kishadigan bo'lsa, gap ko'payib ketib qoldi, dadasi deb qo'yasizlar. Shunga o'xshagan narsa bo'lyapti. C javob bo'ladi. Okay? Mana shuni qayta berishga qaror qilyapman 15-ni. Demak, mana shu 15-da 35% bu narsamiz 70% gacha ko'tarilishi kerak bo'ladi, hurmatli. Yana qaytaraman.
100 betli kitob degan narsani eslab qolamizda. Misol uchun bundan tashqari aynan mana bu narsaga oladigan bo'lsak, qanday kelyapti? Bu joyda ketayotgan narsa. Agar otni orqasida raqamni orqasi ikkita ot kelganda keyin ishlaydi bu qoidamiz. Misol uchun aytyapsizki, this way, bu yo'l is misol uchun bitta mana 2 miles degan ketyapti. Bu yo'l 2 kilometrlik deganga yo'l gap bilan aytaman. This is a misol uchun 2 chiziqcha mile way bo'ladi mana. Bu boshqa narsada, hurmatli aqaylar. Mana bu joyda shuning uchun bitta javobni 2 miles degan so'zimizda 2 miles orasida chiziqcha bo'lmasligi shart. Shu sababli mana bu joyda qayli S javob to'g'ri javob bo'ladi bu joyda. S javobimiz bo'ladi. 2 miles. 2 mile way tushmaydi batga. Chunki bu yerda away degan so'zimiz bilan way degan so'z boshqa narsa. Tushunasizlar? Away degan uzoqda degani. Way bu yo'l degani. Shunga e'tiborroq bo'linglar, hurmatlilar. Shu sababli to'g'ri javob S javob bo'ladi. Yana modal fe'llar. Modal fe'llarimizni taxminlar mavzusi ketyapti, hurmatlilar. Va mana bu joydagi izga e'tibor qaratinglarda va mana bitta shouldn't have done degan so'zimiz biz bajarilgan ish harakatni ko'rsatadi. Shu sababli D javobimiz chiqib ketadi. Endi Azar kitobida mustn't be raining degan narsani aytgan. Mustn't be raining ham ishlatish mumkin taxmin ma'nosida degan, lekin boshqa hech qaysi kitob bermagan. Va mana shu ketyapti. Bu nima shovqin deyapti. Bu nima shovqin deyapti. Degandan keyin shovqinni o'zini eshityapti, lekin nima bo'lganini bilmayapti. Ikkinchi aytyapti, menimcha yomg'ir yog'mayapti-yu degansan, yomg'ir yog'mayotgan bo'lsa kerak. Chunki nimaga desa, fakt borki, said bor, mana bu yerda said bor. Mana bu saidimiz mana bu yerga ta'sir qiladi. Bu reported speech esa would qabul qiladi. Mana said bo'lgandan keyin mana bu shines'ni va mana bu has'ni qabul qila olmayman. Mana bu yerda shonda oson bo'lardi balkim, lekin mana shouldn't have'ni davni chiqarib yuborganman. Shuncha aytayaptiki, can't be raining degan so'zimiz aniq taxmin. Yomg'ir yog'mayotgan bo'lsa kerak. Ob-havoni ma'lumotlar aytishgandiki, bugun kun bo'yi quyosh chiqadi deb aytgan. Ya'ni o'tgan zamonda turib, kelasi zamon haqida gapirish would bilan berilyapti. Okay? Asosiy demak savollardan yana bittasi, hurmatlar, bu venli gaplarimiz. Venli gaplarimizda alohida qoida qilib olganman. Mana shu yerda venli gaplarni tayyorlab qo'yganmiz. Mana shu yerda men aytgan o'zim tajribamdan kelib chiqqan holatida demak mana bunday aytilgan. Qayli agar deyapman, men o'zim bu shaxsiy tajribam asosida yig'ilgan ma'lumot. Agar buni rasmga tashlab qo'yay sizlarga. Va mana bu joyda ketayotgan buni misol izoh tarkibida berganman deyapman. 8-shakl deb qo'yganman. Va mana bu joyda testlarda ko'pgina xatolar tushadi mana shundan. Mana shundan ketadigan holatda shuning uchun tashlab qo'yapman. Okay? Demak, mana bu joyda demak whendan keyin deyapman. Whendan keyin was yoki were keladigan bo'lsa, whendan keyin was yoki were keladigan bo'lsa, bu shaxs tajriba asosida to'plangan. Was'dan keyin were keladigan bo'lsa, was yoki were keladigan bo'lsa, keyingi tarafi past simple bo'lishi shart degan qoida yasaganman. Va bunga misol beryapmizki, demak bitta qaylar. Mana when I was in the street, the postman brought me a letter. Aynan shuni misol qilib olganman, hurmatlilar. Mana ko'chada 20 minut bo'ladigan. Nimaga bunaqa bo'lyapti degansani gaplashaylik sizlar bilan. Qaylar. Bilasizlarki, demak bizda holat fe'llar bor. Holat fe'llardan bittasi bu was. Mana shu yerda ishlatilayotgan was'ni, hurmatli sizlar, nima? Mana shu yerda ishlatilayotgan was'ni siz past continuous sifatida ko'ra olishingiz kerak bo'ladi. Bu was nima bu deydigan bo'lsak, hurmatli, siz past simple demang. Bu past continuous deng. Mana bu yerda ishlatilgan past continuous bo'lgandan keyin, whendan keyin past continuous keladigan bo'lsa, keyingi taraf nima bo'ladi? Past simple bo'lishga majbur bo'ladi. Endi mana shunda juda ham ko'pchilik tomonidan mana shu 17-testimizga demak S javob olib, yaxshi javob olgansiz, lekin D javob ham olib qo'yganmiz. Men buni mana bunaqa deb aytaman. Misol uchun biz aytamanki, misol uchun when he was a baby, qayla he a lot.
Misol uchun a javobni oladigan bo'lsak, a javobni misol uchun olyapmanki, cried degan javob olyapman. Va mana bu yerda b javob olyapmanda, b javob olyapmizda had cried bo'lib qolyapti. Endi muammo nimada deydigan bo'lsak, muammo shundaki, hurmatli qaylar. Mana bu joyda was'ni agar past simple deb qaraydigan bo'lsangiz, had criedni oladigan bo'lsangiz, unda mana bu yerda sodir bo'lgan ish harakatimiz past perfect bo'lgani sababli undan oldin sodir bo'lgan ish harakat bo'lib turib, undan oldin sodir bo'lgan ish harakat bo'libdi mana bu joyda. Unda ona qorniga o'tib ketib qoladi-da. Tushunyapsizmi? Mana bu joyda demak o'z-o'zidan was'ni longration deb qaraydigan bo'lsak, uni ash longration ichida yig'laganligi unda past simple bo'ladi. Shuning uchun ayol ko'chada turibdi, ko'chada past continuousda turgan bo'lsa, ko'chada misol uchun chiqqaningizdan keyin qo'shningiz bilan gaplashib turib qoldingiz, misol uchun to'g'rimi? Qancha muddat turib qolgan paytingizda pochtalon keldida, sizga xatni berdi, yana ketdi. Mana bu joydagi ish harakatimiz bizda nima bo'ladi? Past simple bo'ladi, hurmatlilar. Shu sababli mana bu yerda b javob noto'g'ri bo'ladi, a javob to'g'ri bo'ladi. Tushunarli? Muhammad Ali degan shogirdimiz, demak mana shu joyda Muhammad Ali degan naqadan problem test masterda b javob deyilgan deyapti. Muhammad Ali, menimcha shu chatga roomga tashlab qo'ydim. Aynan mana shu testni javobi bilan bilan tashlab qo'ydim. Qarab oling. Bunaqangi demak jini noto'g'ri ma'lumotni noto'g'ri ko'rib olmanglar. Meni ham birozgina chalg'itib, tinglovchilarimizni chalg'itib qo'yish mumkin bo'ladi. Demak, whendan keyin was yoki were bo'ladigan bo'lsa, bu tarafda demak past simple bo'ladigan qoida ketyapti. Demak, mana bu joyda men qirqib olingan, qirqib olgan joyim yaxshi tushmabdi ekan, shuning uchun qaytadan tashlab qo'yapman. Mana buni keyinroq mana 6 dan boshlab olsam, shunday ko'rinadigan bo'ladi menimcha. Chunki kichkina qilib tashlasam ko'rinmabdi ekan. Mana buni yana qaytadan tashlab qo'yapman mana. Yani imijni ham bemalol ko'rib olishlari mumkin bo'ladi. Okay? Dalish ketdik. 19. 19. Ko'pchilik tomonidan noto'g'ri javob berilgan 19 da ham 19-testga qarayapmiz. I'm sorry, 18 demoqchi edim. 18-testimizda ham. Yaxshi. 18-testimizda bir javob olishlarini olib adashsa kerak deb o'ylagandek bo'lyapti. 18-testimizda ham mana bu joyda who bilan gapning egasiga savol berish degan narsa bor. Bu present simple va past simple uchraydigan holat, hurmatlar. Present simple va past simple uchraydigan holat va mana shu narsani demak men sizlarga alohida yozganman bu narsani. Demak o'zimni konspektimda, o'zim konspektimni ochib qo'ydim adashmasam. Mana o'zim konspektimni ochib qo'yganman. Bu men yozgan kitob, bilasizlar. Mana shu joyda aytilayotgan narsa borki, quyidagicha qarang. Gap egasiga savol berish quyidagicha bo'ladi. Gapni subjektiga savol berish quyidagicha bo'ladi. Who yoki what, does deganimiz albatta doesga e'tibor bermaytinglar. Bu does mustaqil fe'l does bo'lib kelyapti. Plays, works, speaks bo'lib keladi. Who, what, which plus noun, whose yoki whose plus noun gapni egasiga savol berishda to'g'ridan to'g'ri asosiy fe'lni qabul qiladi. Bunda asosiy fe'ldan yuqoridagi so'roq shakllaridek yordamchi fe'l chiqmaydi. Who, whatdan keyin kelayotgan fe'l faqat birlikda bo'ladi. Who, what bilan berilgan bilan savol berishda asosiy fe'l ishlatiladi. Qisqa javob qaytarish esa yordamchi fe'l do yoki does javoblarga ega moslab ishlatiladi degan qoidamiz bor. Va mana shu narsa past simple ga amal qilinadi. Keling, mana shu joyda sizlarga 40 tashlab qo'y kitobimdan. Demak, faqat kitobni so'ramanglar, hurmatli. Kitobim hali nashrdan chiqmagan. Bu kitobni tashlab bera olmayman. Faqat ichida mana bu atributni tashlab berishim mumkin bo'ladi xolos. Menimcha sizlarga ma'qul keladi. Shundiga xuddi shunday holatda mana shu joyda past simple da ham ko'raylik. Mana shu past simple da ham xuddi shu narsani aytganmizki, past simple mouse da ham ketayotgan joyda, past simple da ham mana past simple da ham berayotgan paytimizda mana gapni egasiga subjectga savol berish, who spoke, what happened, gapni egasi subjectga savol berishda asosiy fe'lni o'zi ishlatiladi. Qisqa javob qaytarish esa yordamchi fe'l ishlatiladi. Who went, mana shu yerda mana bu narsani o'chirib qo'yishdan chiqib qolgan ekan. Mana yerda did go bo'lmaydi debdi, mana bunday qilib o'chirib qo'yishim kerak bo'lardi. Uni to'g'rilab qo'yaman. Who went to school yesterday, who did go bo'lmaydi deb yozmoqchi edim mana shu yerda. What happened yesterday. Buni ham 40 tashlab qo'yaman, hurmatlilar. Yozgan kitobim qizg'ansaman, lekin mana bunaqangi ichidan parchalar 40 tashlab berib qo'yaman. Okay? Demak, davom etamiz. 19.
I'm sorry, bitta to'g'ri javobimiz bizda nima bo'lyapti? Gapni egasiga savol berayotganimiz uchun demak bizda C javob bo'ladi. 19 yana whendan keyin was were kelayotgani sababli, whendan keyin was were kelayotgani sababli when we were in Xiva, we went holatda B javob bo'lyapti. When we were hadgan emas. 19 ga qarab qo'yapman mana bu joyda. 19 ga demak qanday javob berganliklaringni 19-testimizda demak juda ham ko'pchilik tomonidan B javob berilgan, lekin yana qaytaryapman. Whendan keyin were kelgan holatda bu yoqqa hadgan olib qo'yapmiz. Xivaga borganimizda deb turib, unda agar siz mana bu joyga past simple bergan holatda mana bu yerga past perfect oladigan bo'lsangiz, bu past perfect bundan ham oldin sodir bo'lgan ish harakat bo'lib qoladi, hurmatlilar. Unda Xivaga borishdan avval tomosha qilgan chiqdi bo'lib qolyapti. Xivaga borishdan avval emas, Xivada turgan paytimizda, Xivada misol uchun 2 kun turgan bo'lsak, ana shuni orasida qanchadir muddat nima qilganman? Demak, sayohatga chiqqanimizni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu narsani bizda beradi. Long duration was bilan mana bu yerda kelayotgan were, hurmatli, bu past continuous. Mana bu yerda kelayotgan were bu past continuous. Went esa uni ichida sodir bo'lgan ish harakat. Okay? Va 20-testimizda demak ko'pchilik adashgan o'zim ham kutgandim, hurmatlilar. Whenli gaplarimizda yana qaytaraman. Uzoqroq vaqt oluvchi ish harakat bizda past continuous bo'ladi. Uni ichida sodir bo'lgan ish harakatimiz bizda past simple bo'ladi. Tushunasizmi? Uni ichida sodir bo'lgan ish harakat past simple bo'ladi. Mana bu joyda nima bo'lyapti bu joyda? Hurmatli qaylar. Kollejda o'qigan, kollej necha yillik? Kollej eng kamida 2 yillik bo'ladi yoki bo'lmasa 3 yillik bo'ladi. To'g'rimi kollej? 2 yillik yoki 3 yillik bo'ladi. Kelib 3 yillik deb qaraylik. O'zbekiston kolleji deb qaraylik. 3 yillik kollej bo'ladigan bo'lsa, kollejda o'qiyotgan paytda, demak, masalan mana bu joyda bizda 2021-yilda demak kollejda o'qishni boshlagan bo'lsa, 2024-yilda kollejda o'qishni tugatgan bo'lsa, 3 yil o'qib tugatgan bo'lsa, to'g'rimi? Endi orasida bir qancha chet tillarni o'rganish harakati. Bir Xitoy tiliga borib ko'rdi, bir koreys tiliga borib ko'rdi, bir ingliz tiliga borib ko'rdi. Bir qancha chet tillarni o'rganishga harakat qildi. Shuning uchun kollejda o'qiyotganligi bizda long duration bo'ladi. Tillarni o'rganishga til o'rgangan ham yo'q u. Tilni o'rganishga harakat qildi. Tilni o'rganishga harakat qilishi past simple deb beriladi. Tushunarli? Hurmatlilar, demak bizda to'g'ri javob B javob bo'ladi. Ana endi mana bu joyda demak bu 20-testimizda, menimcha oxirgi testimiz edi. Demak, hurmatlilar, bugun birozgina demak kechroq darsni o'tishga to'g'ri kelib qoldi. Ertadan boshlab buni ham yana ertaroq o'tkazishga harakat qilaman, chunki darsingiz biroz kechroq o'tganligimiz o'z-o'zidan odam soniga ta'sir qilganini ko'rib turibman. 8:30 menimcha sizlarga rosa ham ma'qul kelayotgan vaqt bo'lsa kerak. Shu vaqtda iloji boricha darslar o'tishga harakat qilaman. Hurmatlilar, demak shu bilan demak bugungi test tahlilimiz tamom. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. I'm your English teacher. Ahliddin Yunusov. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.